Dasturimiz davom etadi. Oila muqaddas qo'rg'on. Ushbu qo'rg'onda ham ba'zida kelishmovchiliklar, tortishuvlar bo'lib turadi albatta. Biroq hech narsa o'zganing, ayniqsa oila a'zosi bo'lgan insonning hayotiga nuqta qo'yilishiga sabab bo'lmasligi kerak. Farg'ona viloyatida kuzatilgan holat haqida gapirmoqchimiz. Viloyatning Qo'qon shahrida erkak o'z ayoli bilan tortishib qoladi. Jahl ustida urilgan pichoq ortidan ayol endi oramizda yo'q. Erkakka nisbatan esa bugun sud hukmi o'qildi. Xo'sh, u qanday jazo oladi? Ovoza informatsion dasturining Farg'onadagi muxbiri Zafarbek Jarqinov batafsil so'z yuritadi. Farg'ona viloyatining Qo'qon shahrida er va xotinning o'zaro kelishmovchiligi o'lim bilan yakun topdi. Ma'lum bo'lishicha, ayol eri bilan bir necha bor tortishuvdan so'ng 2 nafar farzandlari bilan qizlik uyiga ketib qolgan. Oradan bir necha kunlar o'tgach, ayol qizini bog'chadan olib kelish uchun borgan vaqtida uni turmush o'rtog'i yo'lidan chiqadi va tinchroq joyga o'tib gaplashib olishni aytib, uni xoliroq joyga olib boradi. Kelishib olishdan ko'zlangan suhbat esa yana janjalga aylanib ketadi. Shundan so'ng esa erkak yonida bo'lgan oshxona pichog'ini ayolining oldi qorin sohalariga 3 marotaba sanchib oladi va voqea joyidan yashirinadi. Ayoli esa ko'rsatilgan yordamlarga qaramay, og'ir tan jarohati olganligi sababli voqea joyida vafot etadi. Har bir jinoyat jazosiz qolmaydi deganlaridek, mazkur holat ham Qo'qon shahar sudida ko'rib chiqilib, o'zining ayolini vahshiylarcha o'ldirgan erkakka nisbatan jazo tayinlandi. Sudning hukmiga ko'ra, sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 97-moddasi 1-qismi, ya'ni qasddan odam o'ldirish jinoyatini sodir etganlikda aybli deb topilib, unga ishdagi yengillashtiruvchi, og'irlashtiruvchi holatlarni inobatga olgan holda 14 yil muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlandi. O'zingiz ko'rib guvohi bo'lganingizdek, bir oilaning kelishmovchiligi ortidan ota panjara ortiga, ona esa tuproqqa ko'mildi. 2 nafar norasida go'dak esa yetimlikda o'sadigan bo'ldi. Xulosa chiqarish esa o'zingizdan. Zafarjon Jarqinov, Abdumonna Ergashev, Ovoza informatsion dasturi uchun Farg'onadan tayyorlandi.